Qadrli obunachilarimiz, sizlar uchun mana shu BWI 60 modelli tarozini kalibrovka qilishni bugun ko'rib chiqamiz. Buning uchun kichkinagina tarozi modeli yasaganmiz tenzadatchikdan va 1 kilogramm o'lchangan og'irligimiz bor. Endi kalibrovka qilish uchun M tugmasini bosib turamiz. Birinchi bo'lib kalibrovka minus chiqadi o'zi. Yana bitta bosamiz. Mana yuk degan yozuv chiqadi. Undan keyin yana bir marta. Xo'p, mana shu joyda endi bu tarozini yuksiz holati, buni 0 ga keltirishimiz kerak mana. Mana 0 bo'ldi. Agar 0 bo'lmasa buni yana bir marta bosamiz. Hozir bizda stabil tenzadatchikimiz stabil turmagani uchun shunaqa o'ynab turibdi. Xo'p, endi og'irlikni qo'yamiz. Mana 2530 ko'rsatdi. Shu holatda mana F2 ni bosamiz. Endi bu yoqda hozirgi yukimizni og'irligini kiritishimiz kerak. Mana segmentimizni siljitib mana 1 kilogrammga to'g'irladik. Endi bir marta bosamiz. Bo'ldi, kalibrovkamiz tugadi. Mana yukimizni olsak, mana 0 ko'rsatyapti. Qaytib qo'yadigan bo'lsak, mana 1 kilogramm. Xo'p, boshqa yuklarda kalibrovka qilishda tenzadatchikda maksimal o'lchash diapazonini 50% dagi yuk bilan kalibrovka qilish tavsiya qilinadi. Misol uchun 100 kilogrammlik tenzadatchik bo'lsa, minimum 50 kilogramm og'irlik bilan kalibrovka qilish kerak.